Sen 10 ta syomka qilib berasan, $5000 olasan. Boshqa blogerlar ham qilib yuribdi-yu. Jasur aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, kreditingiz kelib qopti, telefoningizni to'lab. O'tgan oyga o'xshab, nima qilmang, kechiktirmasdan to'lab oling. Kredit ham xitqor deydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka blogersiz a? Ha? Aka bitta rasmga tushib oling. Hop. Rahmat aka, ijodingizga omad. Ijod to'xtatmang. Bo'ldi. Salomat bo'ling. Hop. Dona yaxshimisiz? Nech pul bo'ldi? 12 ming so'm aka. Keyin Jasur aka o'tgan kuni keyin chiqib uyga ro'zg'orlik qilib ketdi. Daftarga yozib qo'ying degandilar. Aka qarzlar ham ko'payib ketdi. Iloji bo'lsa shuni yopib qo'ying. Mana kassa qilishim kerak. Noto'g'ri tushunmang faqat. Mayli, Doniyor, men kechga xudo xolasa kartaga tashlab yuboraman. Bo'ladimi? Bo'ladi. Hop, rahmat. Kelib turing. Assalomu alaykum aka. Va Yaxshimisiz? alaykum assalom. Aka, ijodingizga qiziqaman. Meni ham shogirdlikka oling. Rahmat ukam, Alloh rozi bo'lsin. Blogerchilik oson emas. O'ziga yarasha rasxotlari bor. Men bo'li hozir unaqa ijod qilmayapman. Ishga kirganman. Xafa bo'lmaysan? Ha. Kibr. Ha, Jasur. Yaxshimisan? Ne настроение? Telefoning o'chu? Qo'y, gapirmay o'rtoq. Boshim muammodan chiqmayapti. Ha, blogerchilik bo'lmayaptimi? Yo'q, hozir blogerchilikdan bo'lmayapti. Reklama bo'lmayapti. Yana ishga kirganman, u ish ham bir bo'lyapti, bir bo'lmayapti o'rtoq. Unda senga yaxshi xabarim bor. Bitta kompaniyada ishlayman. Mixpet kompaniyamizni reklama qilib ber unda. Qimor-ku kompaniya. Qimorni reklama qilaman. Nima qilibdi? Futbolkasini kiyasan, 10 ta syomka qilib berasan, $5000 olasan. Boshqa blogerlar ham qilib yuribdi-yu. Yo'q, Daftarga yozib qo'ying degandilar. Aka qarzlar ham ko'payib ketdi. Iloji bo'lsa Aka, kreditingiz kelib qopti, telefoningizni to'lab oling. Ha. Kibr. Jasur,